Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kelinglar. Siz bilan gaplashganmiz telefonda? Mana shu uymi aka? Shu yangi qurilgan uy. Aha. O'zi yaqinda bitgan edi. Aha. 5 sotik, 5 xonali uy. 5 sotig'i, 5 xonali. Tomonda zeleniy zonasi bor ekan. Orqa tomonda joylari bormi? Joyi bor, molxonasi bor. Orqa tomonga molxona qilib qo'yishgan ekan. Yaxshi. Qarang, orientir tushuntirib yuboring manzilni. Uzunboq yangi radardan o'ng qo'lga kirib keladi. Oydindan Uzunboq kelganda yangi radardan shunda o'ngga burilganda dachada. Yaxshi. Sharoitlar yaxshi. Sharoit suv svet bor, gaz yo'q lekin. Gaz yo'q, lekin olib kirsa bo'ladi hali. Hali o'tmaganda. Dokumentlar qanaqa bo'tlarni? Ko'pchilik bo'tda dokument yo'q deb ishonishmaydi-da. Dokumenti order. Orderi bor lekin o'tadi. Bor. Chunki naryoqlarda ham bo'lmagan, endi bo'lyapti kadastr. Kadastr lekin berilyapti. Buyruq chiqqanda. Tushunarli. Bo'ladigani qancha bo'ladi narxini gapiring. Bo'ladigani 17 ming. 17 ming sanasi beraverasiz. Bo'ladigani. Yana kelishsa bo'ladimi? Naqd pul ko'tarib kelsa? 20-25 degim yo'q. Ha. Menga shu 17 bersin, pul beraman. Bular naqd pul bilan kelsa ozgina o'tib berasiz, ozgina o'tib. Bo'ladi shunaqa joy, ha. Bo'ldi aka, bo'lmasa o'zingiz nomeringizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qiladi klientlar, kelsa ko'rsataverasiz bemalol. Bo'ldi aka.